qayerdadir xato qildim-da. Ayol kishi ham hurriyotami? Qaysi gunohlarim uchun? Voy dadasi kechasi bilan hurriyotib uxlatmay chiqdingiz. O'zi ma'no nima? Oq balkim qora bo'lib, qora oq bo'lib chiqsa-chi. Qo'shni uyda nima hayvon boqasizlar? U kirib chiqadi har kuni. Voy dinozavrsan, dinozavrlar qirilib ketgan. Qo'shnim bor uzr bitta to'ng'iz baqayap turdim-da, hozir bo'g'izlab bo'lsa ham ovozini o'chiraman. Siz kiravering uyga. Hop. Ishqib bir o'qib ketmasa bo'ldi. Qaytib qo'rqishli kino kirmayman. Haligacha qo'rqaman. Ushtaga qo'llab Vah bu kabutarmi yoki pari, oy yuzi dilbar, buncha chiroyli. bugun xotin bilan romantikani biri bo'ladi. Qo'shnini mushugi kirib qoptadi. Mishiqmi bu, molmi? Ada, qo'shnimiz serikda ishlaydi. Gollandiyadan olib kelgan mushukda. Hozir chiqazib boraman. Ha yo'q, qo'yaver qizim, menga mishiqlar yoqadi bak. Turq qursin. Eringga ham o'xshab ketar ekan. Ota, dading kelganini nima aytmading? Ha? Voyda! Nima? Mambo like a crazy with a hey mambo. Don't wanna tarantala. Ota, dadingni o'ldirib qo'yaman hozir. Mambo Italiano. Qizim kech bo'lib qopti. Men ketdim. Ey Xudoga shukr. Lekin mana mushiqni olib ketaman. Uyda kalamish ko'payib ketdi. T'écoutes la plaque, Paris sans adéquat. T'es à côté de la plaque, Paris sans adéquat. Ayo, sizni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rmay, akalarim yaxshi ko'raman dedi. Uylandi, mana xotinini qo'yniga kirib ketdi. Masaj qil. Aka, uzrda boshqa xonada ham bolalar bor, sal sekinroq. Nima? Sen bilasanmi bu o'yinni qancha kutishlarini? Bo'ldi-da endi shu futbolni deb bolani ham qo'rqitdingiz. Akalar bugun futbolni biznikida ko'raylik, kelinglar. Onam ham rosa sog'ingan. Ko'zing go'laymay o'lgirlar. Shu onamga 4 ta anja morojni olay deyishmadingmi? Ha, ay, ko'chada anja marojani qayerdan topamiz? O'chironingda, kalnikaga shunday kirsang, polkalarga terib qo'yibdi chiroyli qilib. Undan tashqari anjom bot deb yozsang ham bitta chiqazib beradi, zakaz qilsang dastlabga qilib beradimi? Shunchasini zakaz qilib qo'ygan ekanman. Ol, yeyish. Inangga baqashyapsanmi? Inangga to'y keldimi? Mana shuni tiqib olayman og'zingga. Chiroyli yo'qol shunga. Aylana. Ko'zga ko'rmay, yo'qol. Yo'qol xatingni olgan senlar. Nimaga yutkizib qo'yadi? Nimaga yutkizib qo'yadi? Choptoni bermaysanmi? Ketmayman men. Oyog'i qiyshiq. Ey! Ullamay, buncha qilib ketish. Bulutda ko'nglim oppog'im ona. Bergan narsalarim qolib ketmasin, a? Aya bitta shapkir bergansiz oldim, bitta qoshiq bergansiz oldim, bitta vilka bergansiz oldim. Vilka meniki. Quvon. Qozon berganman, likopcha berganman, tovoq berganman, chinni berganman. Ha, mana. Paxta gulliymidi ayachini? Bitta qozon, bitta to'shak, Bitta ko'rpa, bitta bolish. bitta bolish berganman, bittasi qayerga ketdi? Ha, bitta bergansiz bolish aya. Topasan, qo'lim chirib tikkanman. Opingni fenini olib ketib qo'ygansan, a? Ha, fenni oldim aya. Pasilka jo'natgan qop so'mkam bor. Ashini ham olgin. Bozorga chiqadigan so'mkamda u. Ha, aya qop so'mkangizni oldim. Bo'pti, ukalarim o'qishni yaxshi bitirib olinglar. Gaplashib turaylik, yo'qmi? Aka, xatiyabi shamponingizni tashab keting. Yo'q, jinnimisan? Biz mahallada xildir-shildir yo'q. Tish pastani tashab ketishim mumkin.
Aya petayda men hozir mashina gaplashyapman, endi yo'lga chiqaman. Senga jo'natgan shakarobda bankalarni oldingmi? Yo'q. Ko'zing go'laymi o'lgur, qayt kvartirangga. Hamma bankalarimni olib kel, kompot qilishim kerak. Yashamaylik ekanda. Qarang, uzoq yo'lga ketyapmiz, uxlab qolish yo'qmi? Salonni iflos qilmasdan polikka chaqing, xo'pmi? Hop. Oba, ana keldik. Polikka chaq deding-ku? Mashinani maqtashading. Ayma qilma, jicha qol chaqib ol. Suv ichasan jo'ra? Onasini yemsin. Ishlaring mashinadan peshkom ketasanlar. Ha, buna baqiradigan bo'lsa, bunaqa oshnachilik kerak emas. Bitta mashinani qisib nima kerak? Bo'tingga tiqib mashinangni. Biz do'stim bilan Perivaldan Toshkentgacha piyoda yo'lga chiqdik. Bizni kuzatib boring. Bugun nima yeymiz, xotinjon? Monti? Qo'li guldek xotinim bor-da. To'xtang, qo'lingizni kesib olasizmi? Yordam beraman sizga. Bu oshnang yoshi o'tib uylanmagandan keyin mana shunaqa dovdir bo'lib qoldi. Narisa, o'zi nimaga uylantirmagansilar buni? Bu so'qin qiz tanlurib xotinsiz qoldi. Aya xotinimni so'kmaydi. Butog'ingga nimadir degan, ey, men ham dovdir bo'lib qolman. Alo jonim. Endi 5 bo'ldi-yu, kiraman ertaroq uyga. Ha, qorong'i tushmasdan kiraman. Bo'pti jonim. Darmayet, menga qara. Yoshing bir joyga borib qolgan. Sen uylanmagansan. Xotining yo'q seni, cho'yapsanmi? Men dilimni yakson aylading-da, dil siqishmi? Xotini yo'q deb bermaylading. Lekin to'g'ri aytyapsan, do'stim. Ha, bo'largani. Ana endi o'zing kelding. Malades. Shuni magazinga kirib chiqaylik. Ha, yur, suv olamiz. Yo'q, xotinim o'rama qilaman deb dashiga go'sha olaylik. Bo'pti, o'rtog'im, men qilib yuboraman senga. Xo'p, boshlab oling. Kimga signal chaldingiz hozir? Ana o qizga cholyapman-da, ko'zing yo'lamay o'lgir, o't, biz yurishimiz kerak. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie. Nima bo'lyapti, aka? Hozir nimaga signal chaldingiz endi? Qurtim borda xotin qimillab turadi, chomasam bo'lmaydi. Akaga yana bir marta signal chalsangiz, o'sha qurtingizni o'zim olib tashlayman. Yo, bunday rolga qarang, hozir avariya olib ketamiz. Elini tutarım, tasalarım. Xotin, men seni chomasam o'zimni kechira olmayman, xotin. Xotin, qo'lim kuchib ketyapti, chomasam bo'lmaydi, xotin. Chala olmaysiz hamda. I'm a fire. O'lim disha surilingda, gap bor. Otadi. Mana o'g'il bo'lasiz-da. To'g'risini ayting. To'g'risini ayting. Chekyapsizmi? Yo'q, dada. Men hovlida bir ikkita buchoylar paydo bo'lib qoldi-da. Bilmasam. Ayesh chekyaptimi ekan? Balki. Balki. Va to'g'risini ayting, o'g'il bo'lasiz, tug'ilganingizda osh berganman xalqqa. O'g'il tug'ildi deb. Nos chekyapsizmi? Yo'q, dada. Ya to'g'risini. Men mujib bo'lyapti. To'g'risi. Yo'q, unaqa. Chekmayapsiz. Yo'q. Oilada kimdir chekyapti-da. Nos paydo bo'lib qolyapti, sigaret. Qirsilatmasan cheking, qirsilatsiz zarar ekan. Qirsillatib chekasanmi sen? Yo'q, men qirsilatmasan chekaman. Men qirsillatib chekaman-da. M'appelle le temps, ça me sac blabla. Ça t'y cause trop, ça t'y cause trop. Mishaq. Aka, nima qilibsiz? Qo'y baqayapman. Hayt. Gapirasiz-ku, keling ozgina gaplashamiz.
Ertaga soat 8 da ekzamenim bor, uxlay inson. Soat endi 2 bo'ldi-yu. Keling, ozgina gaplashaylik. Uxla. Alo. Aka, nima qilasiz? Mol vaqt keldim, suvni beryapman. Uxlayapman inson. Shunaqa de o'zi. Gaplashgingiz kelmaydi men bilan. Sevmaysiz meni. Nima gapir bo'pti. Aka, ko'zlaringiz meni qanaqa ko'radi? Ko'rgis kelmaydi. A? Ko'zim ketib qolyapti deyman. Shunaqa de o'zi. Sevmaysiz meni. Va shu gapirmay menga telefon ham qilmang, xo'pmi? 8 da ekzamenim bor inson. Aka, qarang, oy bo'libdi. İnson oy to'lami, yarimta bo'lami, 0.75 bo'lami, uyquni ko'r qilman. Ekzamenim bor 8 da deyapman men senga. O'zi shunaqa de, meni sevmasdan o'yin qilib yuribsiz, to'g'rimi? Pashoni. Men uylanmayman. Troll bashara menga vashi telefon qilma, tushundingmi sen? Nimanga uchdim o'zi? Vashi sevmayman seni. Vashi bu nomerga umuman SMS ham yozma, telefon ham qilma, tushundingmi? Aka, soat 8 dan o'tib ketdi. Turing demoqchi edim. Mana Tarus. Aka, po'choqni kesib, akkurat savrmenni qilib keldi. Qanaqa aka, dadimman, yem Tarusni. Olib keldingmi? Voy mushugim och qolibdi, bog' qo'y o'lib qolmasin. Aya, molni olib kelaman. Men erta bilan qaymoq yeyishim kerak emas. Открывает двери без ключа. Налетели как саранча. Toybalarni o'ynashini qaranglarda. Bizi paytlarda bunaqa tayliklar ham yo'q edi. Uyda to'shay qolmadi. 6-sinf bola ham siyib qo'yadim. Sharmanda. Yoshlik sani kuylamagan kim? Hozirgi kunda ko'chaga chiqishing bilan sizlarda ham issiqmi? Aka, konditsioner yo'qmi mashinangizni? Aka, talabaman-da, konditsioner qo'ysam suvda ichib yuboryapti benzinni. Aka, shampun yo'qmi? Nimaga? Cho'bilib ketarding-da. Ishxonaga kelsang konditsioner ham ishlamaydi. Ba'zi birlar ventilatorni o'ziga qaratib olgan. Shu issiqda nimadir qilaylik. Anjanlilar qiya ish qilamiz. Nima qilamiz? Anjan maroj deymiz. Voy, zo'r ekan, Andijon marojnisi. Anjan maroji o'ta mo'tadilda. Buni yasashchi ventilator bilan konditsioner keragi yo'q. Ko'chada aravachada ko'rgan edim, olyapman-da. Endi haqiqiy original anjan marojna aravachalarda sotilmaydi. Soxtalarga aldanib qolmang. O'zbekistondagi barcha korzinka va makro do'konlardan topishingiz mumkin. Oilaviy uyda o'tirganingizda Telegram orqali Anjon muzqaymoq botdan buyurtma berishingiz ham mumkin. Ventilatorimiz bo'lib qoldi. Meng, biz jimotmasmiz. Voy, bular ham chiqib kelamiki? Oshnamga tashab qo'yaman. Erimga unaqa qizlar rasmini tashlamasdi. Undan ko'ra uylar. Bering telefon. Jim turing. Bugun bir PlayStation tashab yuboraylik. Yo'q, men uylanganman-ku, vaqtim yo'q. Kunduz o'ynaylik bo'lmasa. Kunduz o'ylasam, oilani kim boqadi? Voy, senlar vahima qilish uylanib olib. Uylanganman, chiqmayman. Qanday tushunding? Keling, aka, nima xizmat? Aka, men bilan PlayStation o'ynamaysizmi? Ha, yo'q, uylanganman, ro'zg'or qilishim kerak, aka. Voy, hamma uylangani. Bitta kirsovim bering bo'lmasa. Mashin uylanganimda yuvib berardi xotinim kirlarimni. Mososramay o'l. Yashamaydi ekanda.